O'zbekiston JTL zavodining ochilish marosimida prezidentimiz majmua negizida ta'lim klasterini tashkil etish hamda o'quv dasturlarini zamonaviy talablar asosida qayta ko'rib chiqish, talabalar amaliyotini shu majmuada tashkil etish bo'yicha ko'rsatmalar bergan edi. Mazkur topshiriq ijrosini ta'minlash maqsadida respublikamizdagi oliy ta'lim tizimida faoliyat olib borayotgan neft va gaz sohasidagi professor, fan doktorlardan iborat ishchi guruh O'zbekiston JTL zavodiga tashrif buyurdi. Yangi O'zbekistonning gigant loyihasi O'zbekiston JTL zavodi iqtisodiy qudrati va salohiyati bilan mamlakatimiz taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Majmuada yiliga 3.6 milliard metr kub tabiiy gaz qayta ishlanib, qiymati 1 milliard dollardan ziyod bo'lgan 1,5 million tonna tayyor suyuq mahsulotlar ishlab chiqariladi. Zavod noyob texnologik ustunliklari bilan boshqa sanoat korxonalaridan alohida ajralib turadi. Ayni vaqtda ushbu yirik majmuada 798 nafar muhandis texnik xodim faoliyat ko'rsatmoqda. Ularning 708 nafarini oliy ma'lumotli mutaxassislar tashkil etadi. JTL zavodi va yangidan bunyod etiladigan sanoat korxonasi uchun salohiyatli kadrlar zaxirasini tayyorlashga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Davlatimiz rahbarining majmua negizida ta'lim klasterini tashkil etish hamda o'quv dasturlarini zamonaviy talablar asosida qayta ko'rib chiqish, talabalar amaliyotini shu majmuada tashkil etish bo'yicha bergan taklif va ko'rsatmalariga asosan respublikamizdagi sanoat korxonalariga mutaxassislar tayyorlab beradigan oliy ta'lim muassasalari rahbarlari, professor o'qituvchilar hamda Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi, Energetika vazirligi, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati vakillaridan iborat ishchi guruh O'zbekiston JTL zavodiga tashrif buyurishdi. Ular zavod imkoniyatlari, bu yerdagi zamonaviy ilg'or texnologik uskunalar, innovatsion markaziy kuzatuv binosi faoliyati bilan yaqindan tanishdilar. Eng so'nggi rusumdagi uskunalar bilan jihozlangan zavodning texnologik ehtiyojlari uchun zarur bo'lgan barcha laboratoriya tahlillarini amalga oshirish imkoniyatiga ega markaziy laboratoriyani ham ko'zdan kechirishdi. Bu yerda mehnat qilayotgan muhandislar va yosh mutaxassislarning fikr-mulohazalarini o'rganishdi. Bu zamonaviy zavodni kadrlar bilan ta'minlash Toshkent davlat texnika universitetining oldida turgan bir vazifalardan biri. Bu ishlab chiqarishdagi zamonaviy jihozlarni, laboratoriyalarni ko'zdan kechirib, biz o'zimizga shunday maqsadlarni belgiladikki, birinchi navbatda malaka talablari, o'quv reja, fan dasturlarini o'zgartirishimiz kerak ekan. O'quv rejalariga, fan dasturlariga yangi fanlarni, yangi mavzularni kiritib, bugungi kun talabiga javob beradigan, ya'ni ushbu O'zbekiston JTL zavodini talablariga javob beradigan mutaxassislarni tayyorlashimiz kerak. Buning uchun nafaqat nazariy bilimlar, balki amaliy bilimlar, ko'nikmalarni shakllantirishimiz kerak. Buning uchun zavod bilan birgalikda hamjihatlikda talabalarning amaliyotini tashkil etish. Nafaqat bu yerda talabalarning amaliyotini tashkil etish, balki professor o'qituvchilarimizni ham ko'nikmalarini, bilimlarini oshirib, bevosita talabalarga kerakli mavzularni yetkazib berishimiz maqsadga muvofiqligi ko'rindi. Ishchi guruh a'zolari zavod rahbariyati, malakali mutaxassislar, yosh olimlar bilan uchrashib, muloqot olib borishdi. Suhbat jarayonlarida mega loyihaning imkoniyatlari, kadrlarga qo'yilayotgan talablar haqida fikr-mulohazalar bildirildi. Ushbu uchrashuvda biz universitet, institut rahbariyatlari bilan birgalikda mavjud muammolarni, mavjud o'sha istiqbolli rejalarimiz muhokama qilishga imkoniyat paydo bo'ldi va biz hamkasblar ham yosh mutaxassislar o'zlarining fikrlarini bildirdilar. Hammamiz ushbu universitetlarning, institutlarning bitiruvchilari sifatida o'sha o'quv davomida o'zimiz ko'rgan kamchilik bo'ladimi yoki bir yangiliklar bo'ladimi, hozirgi zamonga mos bo'lgan takliflarni aynan muhandislik ta'limini olish yo'nalishida nimaga o'zgartirish kiritish kerakligini, taklifni joriy etishni biz muhokama qilmoqdamiz. JTL zavodi negizida shunday ta'lim klasterining yaratilishi juda ham katta imkoniyat. Endilikda mana shunday yirik sanoat korxonalari uchun mutaxassislar tayyorlovchi oliy o'quv yurtlarining talabalari amaliy mashg'ulotlarni aynan JTL zavodida o'tkazishlari uchun shart-sharoitlar yaratilmoqda. O'z takliflarimizni berdik. Jahon standartiga moslashadigan injener yetishtirish, ma'lumot almashinuvi, uzviylikni bog'lash to'g'risida suhbat bo'ldi. Hozirgi kunda zavodimizda ishlab kelayotgan injenerlarimiz, o'sha muhandislarimiz IT sohasida, texnologiya sohasida o'sha chet el mutaxassislari bilan bellasha oladigan darajaga yetishdi. Ishchi guruh talabalarni chet el darajasidagi injenerlar bo'lib tayyorlanishi uchun biz bilan fikr o'rtoqlashdi. Ta'lim klasteri rivojlansa, oliy ta'lim talabalari ham aynan shu zavoddan shunaqa mukammal texnologiyani o'z ko'zlari bilan ko'rib, chuqur bilimga ega bo'lib, nazariyani ishlab chiqarish bilan bog'lay olishlari mumkin bo'ladi.
oliy ta'lim mutasaddilari rahbarlari hamda zavod ma'muriyati hamkorlikda majmuada o'quv markazi tashkil etish bo'yicha o'zaro fikrlashildi. Chora-tadbirlar belgilandi. O'quv markazida mutaxassislar va yosh olimlar bilan birgalikda ilmiy izlanishlar olib borilishi, yangi samarali loyihalar ishlab chiqilishi ko'zda tutilgan. Xullas, imkoniyatlar keng va salmoqli ta'lim klasterining yo'lga qo'yilishi kadrlar salohiyatini oshiradi va o'z navbatida yirik sanoat loyihalari va ularning uzluksiz ishlashini ta'minlash, sifatli mahsulotlar ishlab chiqarish uchun imkoniyatlar yaratadi.